Assalomu alaykum. Yaxshimsizlar? Bugungi mavzu yanada qiziq. Chunki bugungi mavzuyimiz bu bizning bo'ydoqlar. Biz ham bo'ydoq bo'lganmiz paytida. Nima ham derdik, eshitamiz. Uylanmagan yigitlar. Tunlar uyqu bilmaydi. Ko'chadan hech kelmaydi. Uylanmagan yigitning g'am tashvishi bo'lmaydi. Diskoteka barlarda, ko'ngilochar joylarda, qizlar bilan tanishar bayramlar u to'ylarda. Uylanmagan yigitlar, sizga bitta so'zim bor. Deyman, sevib seviling, go'zallarni etmang xor. Uylanmagan yigitlar, shoshilmang uylanishga. Qiling doim harakat, vafoli yor topishga. Uylanmagan yigitlar, sizniki davru davron. Go'zallarni xor qilib yig'latmangiz hech qachon. Uylanmagan yigitlar, avaylang o'zingizni. Boylik yoki qizni deb sotmang o'z do'stingizni. Uylanmagan yigitlar, omad deyman sizlarga. Nasib qilsin uylanish farishtadek qizlarga. DJ Islom Sadvinlik.